Assalomu alaykum. Hurmatli ijtimoiy tarmoqdagi barcha do'stlarimiz, hammasi sog'mi, salomatmi, xayrli kun. Hozir bitta holatni ko'rdim-da. Qarang, mana bu yerda bechora menimcha obodonlashtirishda ishlasalar kerak. Uxlayaptilar skameykada, dom tagida. Da. Endi yuzlarini ko'rsatmaymiz. Bechora ayollarimiz shunaqa oilasini, farzandlarini, bolalarini o'ylab shunaqa tun kun ishlab, issiqda, sovuqda, yomg'irda, qorda o'zi bo'lmaydi. Oy, mashina kunda qolib ketgan ekan, issiqqina bo'lib qolgan ekan, hozir konditsionerni yoqib pastga tushib turibman. To'rt tomon kelish kerak. Bugun xudo xohlasa Toshkent viloyati fuqarolik ishlari bo'yicha sudimiz bor soat 2 da. Hozir shunga ketyapman. Xo'p, Ohangaron tuman sesida ishlaydigan bitta ayolni ish haqqini bermayotganligi masalasi bo'yicha tuman sudida ayolni hisobiga sud qaror chiqarib bergan, ya'ni 84 million daromadi, ish haqqi, xullas kompensatsiya hammasini to'lab berish umumiy miqdori 84 million bo'lgan. O'sha 84 millionni to'lamaslik uchun Ohangaron SES viloyat fuqarolik ishlari bo'yicha sudiga murojaat qilib, apellyatsiya instansiyasida bugun soat 2 da sud. Xullas kalom, hozir shunga boramiz, qani ko'ramiz vaziyatni. Sud qanday bo'ladi, nima bo'ladi? Eshitishimga qaraganda u ayol bilan yana qo'shimcha 2 nafar boshqa o'sha SES xodimlari, Ohangaron tuman SES xodimlari ham o'tgan safar fuqarolik tartibida sudlashgan va ularni summasi bu ayolligidan nisbatan kamroq bo'lganligi uchun ularga to'lab berilibdi-da, lekin bu ayolga ko'proq bo'lganligi uchun bu ayolga to'lab berishmabdi. Va shu to'lamaslik maqsadida viloyat apellyatsiya sudiga murojaat qilishibdi fuqarolik tartibida. Mayli, qani boramiz, ko'ramiz, bilamiz. Shu yaqin orada bir nechta sudlarimiz bor. O'rta Chirchiq tuman fuqarolik ishlari bo'yicha sudiga hozir murojaat arizalar tayyorlayapmiz. Yodingizda bo'lsa, Kamila ismli qizni o'sha yerini o'zboshimchalik qilib asosida egallab olishgan. Undan so'ng biz Toshkent viloyat prokuraturasiga murojaat qilganimizda unga yerlari qaytarib berildi va shu holatda o'zini asl yerini emas, boshqa yerini berishgan. Sababi uni asl yeriga boshqa tadbirkor allaqachon yengil konstruksiya binosini quryapti. Endi ana shu holat bo'yicha arxitektor xulosasi, kadastrda xulosasi, prokuraturaniki boshqa xullas kalom hamma hujjatlari yig'ayotganimizga 1 oydan oshib ketdi. Hali 100% yig'olganimiz yo'q, ozgina qoldi. Xudo xolasa uni O'rta Chirchiq tuman prokurori hamma kerakli tartibdagi hujjatlarni to'liq shakllantirishda yordam qilamiz deyishgan. Murojaat qilganmiz biz. Yordam qilamiz deyishgan. Bugun berishlari kerak edi va yana qolaversa O'rta Chirchiq tuman kadastrini ustidan Respublika kadastr agentligi, kadastr o'sha rahbariyatiga murojaat qilib, o'rganishlar qilib va ularni qilgan xatti-harakatlarida jinoyat alomatlari bormi yoki yo'q holatlar bo'yicha o'rganishlar davom etyapti. Va yana bitta holatni aytib o'tishim kerak. Yodingizda bo'lsa kerak, yetim qizimiz Maftunani uyini o'sha Shahboz Mamatov ismli shaxs ayoli ikkalasi birgalikda bankka qo'yib 200 million kredit olib 21 oy davomida kreditni bir tiyin ham to'lamasdan u summa 291 million bo'lib, uylari xullas
bank orqali sudga chiqib, suddan auksionga chiqqan holatlari to'g'risida xo'p aytib yoritib o'tgandik va O'rta Chirchiq tuman prokuraturasi bu holat bo'yicha jinoyat ishi ochgan 168 4-ast A bandi bilan va unga ko'ra o'sha 200 eshitishimga qaraganda 291 million so'm pul o'sha prokuraturani shutiga tushirilgan, depozitiga tushirilgan. Endi suddan keyin pullar o'z egalariga qaytarilishi kerak. Ana shu holat yuzasidan ham sud bo'ladi. O'rta Chirchiq tuman prokurori shaxsan va'da berganlar 15-iyulga qadar biz tergov harakatlarini yakuniga yetkazamiz va prokuratura sudga chiqaramiz deb. Bu holat ham sudga chiqsa, uni ham borib, ko'rib, o'rganib, yoritib, o'sha biz olib borgan ishlarni samarasini barchangizga ko'rsatamiz. Kamillaning yeri bo'yicha ham biz hech qanaqa kompensatsiya yo boshqa to'lovlar olmoqchi emas va undan so'roqsiz mana shuncha xatti-harakatlarni amalga oshirgan mansabdor shaxslar, mas'ul shaxslar albatta qonun oldida javob berishlari shart. Biz uni oxirigacha demak kurashamiz. Xudo xohlasa, sud prosesslarini fuqarolik tartibida sudlashib bo'lganimizdan keyin moddiy va ma'naviy zararlarni undirishga va o'sha Kamillaning yeriga qurilgan o'zboshimchalik bilan qurilgan binoni o'sha qismini buzdirishga ham xudo xohlasa erishamiz. Xullas, shunaqa ishlar bilan shug'ullanyapmiz. Qolaversa, Nurafshon shahar hokimligida ham bir qancha ayollarimizni norozi bo'lib qilgan murojaatlari bor. Biz u murojaatlarni ham o'rganishda davom etyapmiz. O'sha murojaatlar bilan ham shug'ullanyapmiz. Hozirgi paytda kecha dushanba kuni hammangizning xabaringiz bor. Respublika bo'yicha barcha shahar, tuman, viloyat miqyosidagi o'sha hokimliklarda hokimlik soatlari bo'ladi. Respublika selektorlari bo'ladi, viloyat hokimi selektor bo'ladi, undan keyin shahar tuman hokimlarini selektorlari bo'ladi va kecha Nurafshonda ham xuddi shu tartibda selektor bo'libdi. Eshitishimga qaraganda Nurafshon shahar kengashi deputatlariga qaysidir Qo'shtirdoq ichidagi qoyilmaqom ishlab qoylatib qo'yayotganday bir rahbarlar sakrabdi. Bu haqida ham eshitdik. Qarsakvozliklar bo'libdi, xuddi konsertda o'tirganga o'xshab. Bir xil odamlarga hayron qolaman-da, bir sal yetishmaydimi, ongi pastmi, yo ma'naviyati, ma'rifati yo'qmi, yoki bir saviyasi pastmi, hokimiyatda o'tirib, hokimlik soatida haligi bittasi turib shang'illasa, darrov o'shanga qarsak chalib yuborish darajasida ongsiz bir manqurtlar ham bor-da. Endi nima deysizlar endi? Xullas, shunaqa holatlar bo'libdi. Undan shahar hokimini jahli chiqibdi, eshitishimga qaraganda. Senlar nimani qoylatib qo'ydingki, senlar qarsakvozlik qilasan bir-biringga? Ayt, nimani qoylatib qo'yding? Ustingdan mana shuncha murojaat bo'lib yotdi. Mana shuncha. Ajrashib ketayotgan oilalar, ajrashgan oilalar, yangi turmush qurayotgan oilalarga bergan maslahatlaring yuzasidan va toqqa dam olishga olib borishing kerak bo'lgan o'sha bosh vazir 145-sonli qarori asosida ayollarga ko'mak berishing bo'lgan, imkoniyati cheklangan, oilaviy sharoiti og'ir, yo bo'lmasa o'sha dardmand ayollarga yordam qilishing kerak bo'lgan, ularni dam olishini ta'minlashing kerak bo'lgan holatga senlar haligi palon so'mdan pullarni olib, o'zlariga to'q, o'g'li palon joyda, qizi piston joyda ishlaydigan ayollarga olib borgansanlar. Bir narsani qo'ylatganda davlat pulini, zdravstuyte, davlat pulini talon-taroj qilgansanlar. Senlar ustingdan aytyapman-ku, muncha emas, mana shuncha murojaat kelgan. Yana qolaversa, haligi viloyat hokimligi tomonidan ba'zi bir MFIdagi o'sha ayollar masalasi bo'yicha mas'ullar o'rganilibdi. O'rganilish natijasida kamchiliklar aniqlangan va tushuntirish xatlari yozilgan. Unga senlar haligi anoni yig'ib, manoni yig'ib, hammang birlashib, ko'plashib hujjatini qilib, men tushunmayapman-da. Nimaga bularga imkoniyat berilishi kerak? Nega bularga shans berilishi kerak? Yo'q-ku egasi. Orqaga qaytib keting. Yo bo'lmasa kimdir bir qo'llab-quvvatlash kerak. Har kim o'z vazifasini sidqidildan bajarmasligi kerak. Keyin o'zi o'sha mahalladagi ayollar bilan ishlash bo'yicha mas'ullar o'zi qanaqa ayollardan iborat bo'lishi kerak?
oilasini, farzandlarini joy-joyiga qo'ygan, aqlli, xushli, esli, namunali ayollardan bo'lish kerak emasmi? Men tushunmay qoldim-da, ba'zan hali bir hayron qolib ketasan bularning xatti-harakatlariga. Xullas bu masalalar ham orqaga qaytib naryoq bilan keting, nima masala? Shu yerda signal chalib turmaysiz-ku hozir. Yo chalib turavergingiz kelyapti. Yo'q. Qo'rqa qildim. Oldimga kelib olib signal chalaveradi. Xullas kalom shunaqa gaplar. U masalalar ham bor. Hali u holatlardagi murojaatlar oxiriga yetgani yo'q. Yana qolaversa o'sha Nurafshonda ariza bilan murojaat qilgan ayollarning arizasini olmasdan suskashlik qilgan, sun'iy ravishda arizalarni o'rganmaslik, murojaatlarni o'rganmaslik uchun xatti-harakat qilayotgan rahbarlar ham bor. Ular masalasini ham biz kechagina hokim buvani qabuliga borganimizda qo'yganmiz. O'ylaymizki, natijalar ijobiy bo'ladi. Xullas kalom o'ylab ko'rish kerak bo'lgan, o'z vazifasiga, o'z o'tirgan lavozimga mosmi, loyiqmi, noloyiqmi o'rganib ko'rish kerak bo'lgan holatlar ham ko'p o'rtoqlar. Xullas shunaqa ishlarimiz ko'p bo'lyapti. Bu yerdan u ijtimoiy tarmoqlarda chiqib bir o'zlaridan bir aqlchalarni yasab sakrayotganlar ham bor. Mayli ular masalasini hali bafurja gaplashib hali gulni guliga taqamiz, xudo xohlasa. Xo'p. Akmal Hajiyev hamda Jasur Rasulovlar bo'yicha ma'lumotlarni yozuv shaklida, post shaklida Telegram kanalimga, gruppamga joylab boryapman. U bo'yicha ham alohida bitta efir qilamiz. Hammangizning xabaringiz bor. Namangan viloyati jinoyat ishlari bo'yicha suddan u arizalar qaytarib olingan va hozir Oliy sudga murojaat qilingan. Holatlar yuzasidan ham hozir yana bitta narsani aytishim kerak. Kundosh dugonalarim qarsaklari chalib Samarqandda tugadi, sud bo'ldi, Jizzaxda sud bo'lar ekan, boshqa degan chapakni qattiq chalib xursand bo'lib yurishdi. Kechirasizlar, hali jinoyat ishlari, tekshiruvlar, o'rganuvlar, tergovlar tugamagan, oxiriga yetmagan va bu holatlar kundosh dugonalarim yuzasidan Andijonda davom etayotgani to'g'risida bir qancha ma'lumotlar kelib tushmoqda. Shuning uchun har bir efir qilib, bir narsa qilib, birov haqida gapirayotgan paytda odam ozgina e'tiborliroq bo'lish kerak. Birovga tuhmat qilib qo'ymaslik kerak, haqorat qilib qo'ymaslik kerak, ijtimoiy tarmoq orqali obro'sizlantirib qo'ymaslikka harakat qilish kerak. Shuning uchun aytaman, har doim o'zingizda bo'lib, aql hushingizni yig'ib yuraversangiz, o'zingizga yaxshi, uzoq va mazmunli hayot kechirasiz. Tinch bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar. Sudni natijalari bo'yicha ham hali efir qilamiz. Charchamanglar.